Endi bilmadim endi bor deyishim kerak-da. Hozir men aldab sizdan mana qarang, baraka bo'lib qoldi. Men bir yigit oldi deylik. Ha, bag oldi deylik, ha. Keyin bitta ustiga olib bordi. Mana bu to'liq sepilgan, akmal seni aldab sotibdi desa, ikkovimiz olganib qolamiz keyin. O'tkazgan bo'lamiz kimgadir, noto'g'ri aytib. Qarang, men siz aytgandan tashqarisini ko'rdim, mashinangizni yerga urishim emas. Agar men aytgan detal radnoy bo'lib chiqib, men uni kraska deydigan bo'lsam, siz qaytib keling 100 millionga olaman. Haqros. Tushundingiz? Biroda, molini yerga urishchi kraskasini aytmayman. Shunday mashinani kim bo'lsa bilib olsin deb aytaman. Holatiga qarab savdo qilaman o'shanga qarab. Keling, keling aka. Siz qachon bo'lganini bilmaysiz? Men ham bilmayman-da, u qachon bo'lganini. Qarang, ichi bilan ham sepgan. Qo'lingizni bering. Juda bo'lmasa, yo'q, bering. Mana bunday olib keling. Nimadir sezapsizmi? Aka, do'stona ko'ring, sezapsizmi? O'zi kraska o'dirilyapti-da mana. Mijirlayapti, ichi bilan sepib qo'yibdi mana aka. Mana qarang, ichi bilan sepib qo'yibdi. Mana bunday qilsangiz o'zi kraska shunday qo'lni qiladi. Nima qilay? 90 bo'lsa-mi? Yo'q, bilaman 90 ga bersiz. Men 80 so'rab turibman. 90 ga bersiz, yaxshi bilaman. Bundan orqaga o'tdinglar savdo qilgan. Yo, mamaga petno sepgan, ichi bilan sepib qo'yibdi-da kraskani, ya'ni qilib. Qo'llarini olib kelib tekkasini ko'rsataman, aka, sepilgan kraska, bunday demang. 90dan kamiga yana bunaqa. Ha. Kamida kamda. Yo, 80 kam emas. 80 zo'r. Kamda. 80 dan ko'p-da. Sizga kam, ko'p. Qarang, oluvchi arzonroq olay deydi, sotuvchi balandroq sotay deydi. Hamma ham xudo deydi. Lekin narxi bilan chiqarsa yaxshi-da do'stim. Bitta guring aytaymi? Bo'layotgan narxda. Bo'ladi desa 85 million berib qolaman. Mayli, bari tavakkal. 1 million qo'yib sotaman, 86 million sotaman shu mashinani. Kim olsa ham 86 million qilib sotaman. Martga aka. 89 qilib bering. Bilaman, 1 million 2 million o'tmang. Nomard so'ramadim. 20 uchun so'radim. Hozir shaydan olsa olmasa ham o'zim pulini berib olamanki, 1 millionga hech kim ishlamaydi aka hozir. Men ishlayman lekin. 85 million shirin shakar naqd pulni oling. Men o'zim 86 sotaman shuni aka. Katta pul sotaman deyotganim yo'q. 1 million so'm qo'yib sotaman deyapman aka. 1 million kam bo'lsa mayli. Mana shu yerda shu kunlik savdo hamma ko'rib turibdi aka. Yaxshi so'radim, men ham 1 million rizqimni qo'yib sotaman. Faqat rozi bo'ling. Bitta ko'ring, 86 beraman, 87 sotaman. Sinfdoshchilik uchun 87 emas. Ulatgan bo'lsa bering. Yo'q. Qarang, sinfdosh, o'zi borki 80 dan 7 gacha chiqdim. Siz 90 dan 3 million tushing, men 90, misol 87 million qilib sotaman buni. 88 bo'lib ketadi bu. Yo'q, aka. Ural aka. Bir kunga aytaman-da. Yo'q, do'stim. Endi sinfdosh to'g'ri kelganga to'g'ri kelish kerak-da. To'g'ri keldimki, mart kelganga mart kelingiz ham. 501 millionni aytdingiz o'zingiz, 3-4 millionni ko'rayotgan joyim yo'q deyapsiz. Aka, endi hozir nima qilganimiz endi? Qarang, mashina furishga berayotgan bermayman, dehqonga beraman. Ko'zingizni oldi aka, bir savob bo'ladi. Sizdan olib anaqa hech kim 5-10 million qo'yib sotmaydi shu mashinani. Aka, gapday men qo'shdim. Rozi bo'lib bering, 86 million naqd pul bo'ladi aka. Zo'r so'radim. Sizniki emas, bizniki emas, 87 ni o'zi endi rozi bo'lib bering, men 88 sotaman. Bormi mojikcha ko'ring. Barakasi bering. Savdo bo'lyapti. Qarang, do'stim. Siz aytgan 88 ga men sotaman 88 ga. 87 million naqd pul bo'ldi. Endi buni kami qolmadi-da. 500 mingga siz qatib qarang, men 500 chiqqan joyim yo'q, sinfdosh. Eshiting, men borki 500 qo'ygan joyimda o'zi yo'q. 1 million qo'yib chiqaman, 500 ming deb o'tmang. Siz bilan bizga to'g'ri kelmaydi. Biroq ikkita 91 birini yeyapti 500 ga deydi. O'sha ishni qilmaylik. Barakasi bormi? Yo'q aka. Yana nima ish qilasiz aka? Ya tushundim, nima ish qilasiz? Temir yo'lga ishlaysiz, keling menga keling. Ya to'xtang aka. Aka, sizniki qayerdandi? Koson pistali. Aka, endi bitta ko'ring. Xafachilik bo'lmasin. Bir narsa aytaman deyapman, eshitmayapsizlar. Mayli, hamma olayotgandir, men xursandman. Men hammalaringizdan xafachilik joyim yo'q. Faqat odammiz-ki, qayertaylamayli odam. Lekin qo'lni ushladi, men shu barab qo'limga pulni berdi. Siz men bilan tanishmasmisiz? Bu siz o'g'lingizmi? Men sizlar u narsa uchun xafa bo'lmanglar. Xo'p aka, u narsani to'g'ri tushuninglar. Men hozir kimnidir ko'nglini qoldirish niyatim yo'q.